Avtomat korobka Gentra'ni arzonchirog'ini so'raganlar uchun navbatdagi Gentra avtomobili 2015-yilda ishlab chiqarilgan 3-paysi avtomat korobka, lyuk, ABS diski hamma narsalari bilan bosib o'tgan masofasi probegi 129 ming kilometr. Mashina faqat benzin yurgan, gaz hech qachon taqib yechilmagan, texnik holatlari, motor, ходовой korobka hammasi cho'tki, hech qanaqa muammolar yo'q. Balonlar o'rtacha holatda, hali bemalol yursa bo'ladi. Tonirovkan ruxsat tugagan olgan odamimiz uchun yangilab oladi. Kuzov ko'rishingiz mumkin, tekis holatda qirilib ketmagan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, akkuratniy salon, urinib qolmagan, chexol poligi bor, rul qo'llari bilan turibdi. Signalizatsiya Magic Car mavjud. Monitor o'rnatilgan, video registrator o'rnatilgan, lyuk albatta bor. Kraskasiga keladigan bo'lsak, oldi kapoti va orqa kapoti sepilgan, ichlari yaxshi holatda, lonjorlar butun, suylar normalniy holatda. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $7300. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini videoni ostida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.